Mashhur opa, doimgidek ikkita buket qilib berasiz-a? Bittasi ayolimga, bittasi onajonimga. Voy, Azbek Ibram, sizga havas qilaman. Doim onajoningizga ham, ayolingizga ham bir xil qilib gul olasiz, malades. Xo'jayinim har doim Bagibidan gul olib keladilar. Gullaring shunaqa chiroyli. Bugun dugonamni tug'ilgan kuni edi. Shunga bitta zo'r qilib buket yasab bering. Yaxshi-ku. Xo'jayingiz ismlari nima edi? Azbek. Voy, Azizbekmi? Voy, Bram yaxshi bola, Bram oilaparvar. Doim sizga ham, onasiga ham qilib bir xil qilib ikkita buket olib ketadi bizdan. Ikkita? Qaynam o'tib ketganlarga 4 yil bo'ldi-yu. To'g'risini ayting, kimga olardi? Onamga degan edi. Tez Bagibiga yetib keling. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Oyjon o'tib ketganlariga 4 yil bo'ldi. Ikkinchi guruhga ketayotgani menga qiziq bo'lyapti. Xolam borlar-ku, bilasan-ku. Xolamni ko'rsam bilasan-ku, onajonimni ko'rgandek bo'laman. San tovuq miya. Noto'g'ri tushunibsan. Ana, to'g'ri gumonda bo'ling, singlim to'g'ri aytishyapti. Mana bu siylay rahim. Biz o'zimiz kirgiliga dastavka qilib yuborardik gullarni. Ha, xolam kirgilida emas, Oybekda turadi-ku. Ha, kirgili bilan Oybekka bitta 8 avtobus qatnaydi-ku, bilasan-ku. Opam adashtirib yubordi. Adashtirib yubordingiz-a? Ha, to'g'ri men adashtiryapman. Oybekka jo'natardik. Doim qizlari tushib olib ketar edi. Ha, qizlari, xolamda 3 ta o'g'il-ku. Opa, yomon zapal qildingiz. Yordam qiling endi. Tushundim. Bo'ldi, uka. Qoching! Mana Kanada chegarasiga tushib turaman, qoching! Mana qayerga? Kim bu?